Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, do'stlar, bizlar Tracker avtomobili yotibdi. 2025-yil. Do'stlar, videomizdan bilan bir like bosib qo'yamiz. Kanalimizga do'stlar yangi bo'lsanizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Premier variant bo'ladi. 2025-26-yil salondan olingan. Do'stlar, mashina 4 ta yumshoq bo'lim paket qo'yilgan ekan, parokga qo'yilgan mashina. Do'stlar, mashinamiz 12.000 km yurib turibdi. Mashinada do'stlar pakayla metanam bor. Metan olib turibdi. Mashina mehribonlik. Salona qilgan. Qimmat chexollayna. Bellar ham yanib turibdi, mazza. Yana do'stlar, 12.000 km yurgan. Qanday ishab çok turibdi. Do'stlar, mashinaning bahosini keladigan bo'lsak 215 million so'm. Üstüne gelsengizlar xayr puli normalniy qaytib beramiz. Do'stlar, mashinamiz avtokreditda 30 million bilan chiqadi. Oylik to'lov bo'lsa 5 yil 5 million 700 dan bo'ladi. Mashina qiziqadi uchun telefon nomerini past yozib qoldiramiz. Telefonlashib qo'llashib kelarsa do'stlar, sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar.